Mana bugun biz Farg'ona viloyatiga quyosh o'tirik tizimlarini o'rnatish bo'yicha master class treningni olib borish uchun keldik. Bu yerda biz quyosh o'tirik tizimlarini loyihalash, ularni hisob-kitob qilish va to'g'ri o'rnatish bo'yicha ushbu sohadagi mutaxassislarga trening olib boramiz. Ma'lumot bo'ladi va undan keyin Oybek akaning o'zlari hozirgi kunda o'rnatiladigan stansiyalarda narxlari qanaqa, oylik daromad qancha topsa bo'ladi, shunga o'xshagan Solar Pro kompaniyasi bilan birgalikda tashkil etildi va bu yerda barcha ekspertlar ishtirok etdi. Bunaqa talablar bor, hammasini o'rganish kerak bo'ladi. Va mana shuni ko'pchilik o'zicha rasmga C type ulanish, C shape ulanish. Hozir buni ikkalasi bir-biridan farqini ko'rsatib beraman. Qaranglar. Bu holatda panellar panelda yuvayotganingizda panelda harorati bilan suvda harorati 10 gradusdan farq emas kerak. Ya'ni bu degani qizigan paytda panelda yuvib bo'lmaydi degan. Qanaqa ulanishi? Sizlar bittasini plus keyingisida, minus keyingisida, plusiga ulanib ketadi. Buni hamma biladi usulchilar. Endi optimizer orqali ulaydigan bo'lsangiz, mana ko'rasiz, panelda soylangan panel plus minus inputi kiradida, uni plusi keyingi nimani inverterda plusiga o'tib ketaveradi. Qaragan tom yoki 5 ta tomonga. Endi u panel unaqa tomga 3 tadan qo'ysangiz, hamma tomoniga 12 ta panel sig'adi. 3 tadan har birini bittadan string nima qila olmaysiz. Hammasini bir-biriga ulab qo'ysangiz, bu tomonda quyosh bo'lsa, bu tomonda yo'q. Nimamizda praktikamizda hozir hali bundan optimizerda ishlatganimiz yo'q-da. Lekin bizga kelib bir stansiyalarda o'rnatish boshlamam Toshkentda. Yo'q, bizda yo'q. Praktiski. Yo'q, kam. Yevropada deyarli hamma yo'lda o'rnatiladi. Endi optimizerda xavfsizlik, hamma panel alohida uzib qo'yiladi. Ikkinchisi, bitta stringga ko'proq panelda ulash. Uchinchisi, soylanganda soylanish ta'sirini kamaytirish. Tushunarli? To'g'ri, lekin mana quyosh tasavvur qiling, meni joyida bo'lganda, mana stansiya ishlayapti. Mana stansiya tushunish uchun 5 kW stansiya, mana deylik 5 kW stansiya. Общий 10 kW bo'lishi kerak. Tok bo'yicha bor, kuchlanish bo'yicha bor. Tok bo'yicha ta'siri deyarli juda kam. Kuchlanishga nisbatan adashmasam 4-5 barobar kamroq o'zgaradi. Deyarli o'zgarmaydi tok. Shuning uchun haroratning o'zgarishini tokka umuman o'rganilmaydi. Faqat kuchlanish o'rganiladi xolos. Endi qarang. Mana shunda bitta zo'r narsa bor. Mana aytayapmiz, inverter, mana bu inverter aytayaptiki 200 voltdan 1000 voltgacha ishlayveraman deyapti. Lekin agar siz turli xil amperli panellarni ulab qo'ysangiz nima bo'ladi? Misol uchun bitta panelda tok kuchi 1 amper, ikkinchisiniki 3 amper. Lekin ichidagi bitta panelning quvvati 9 ga 5 kub 45 watt. Bitta panelning quvvatidan ham pastga tushib ketyapti, tok kuchi pastroq bo'lsa. Lekin hayotda unaqa panel yo'q. Ya'ni bittasi 1 amper, bittasi 15 amper bo'lmaydi. Nimaga bo'lmasa buni bizga tushuntiryapsiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, buni asosiy sababi bizga panellar orasini to'g'ri hisoblamasligi. Ya'ni panellar soylanib qoladi. Panel soylanib qolsa, bitta soylansa, tok kuchi o'shaniki tushib ketadi. Mana hozir xalqaro talablarga, mahalliy talablar bor bo'lsa, mahalliy talablarga orqali o'rnatish kerak. Mahalliy talab bo'lmasa beriladi, shunga o'xshagan. Unikini bitta ko'rishing kerak. Keyin ko'chib ketishi, agar topishib qolmasa ko'chib ketishi. Quvvatni o'zgartirmaydi. Tok kuchi 8 amper, tok kuchi 4 amper, kuchlanishi deylik nima? 400. Xo'p, bitta guruhda 20 ta gruppa bo'lsa, bittasini toki tushib ketsa 20 tani tushib ketadi. Bu eng ko'p muammolardan bittasi bo'ladi. Mana shuncha panelda oralig'ini hisoblayotganda shu formula bor. Endi to'g'risi ko'pchilik formula ishlatmaydi, lekin baribir bilib olish kerak hamma. Formulada 3 ta narsa bor xolos. Birinchisi, mana bu yerdagi funksiyasi qarshiligi yuqoriroq. U asoslab ko'rsatib berilgan hamma narsa. Hozir yana bir qator tushuntiraman ularni. Tushunib, sal kechroq tugaydi. Juda katta yordam bermaydi, lekin ozgina bo'lganda ham bu ham qo'shimcha yordam beradi. Ikkinchisi, panelning ustida kontakt bo'lsa ham plus minusga ketma-ket bo'lib ulanib ketadi. Tevadagi kontakt pastdagi kontakt zip bo'lib ulanadi. Bularda plus kontakt ham minus kontakt ham orqada bo'lgani uchun tekis ulanadi. Shuni hisobiga mana oshib boradi. Bunchi kompaniyasi mana panelda o'lchami o'sha saqlangan holda, ya'ni panelda yuzasini kattalashtirilmagan holatda panelda chiqish quvvatini 900 wattgacha chiqarish ishlaydigan bo'limini o'zida. Ya'ni o'zi umumiy xodimcha, faqat aynan shu ilmiy ishlar bilan shug'ullanadigan bo'limini o'zida 3100 xodimi bor.
Aytishganki, agar mabodo kelajakda bizga o'sha kompaniya ochish nasib qilsa qiladigan bo'lsa, kompaniyamiz nomini rektorimiz nomiga qo'yamiz deb o'sha rektori, ya'ni 25 millimetrlik yo'ldan himoyalangan ekan. Shu himoya bo'yicha sertifikatlangan. Endi mabodo agarda o'sha 20 gradus burilganda 1% atrofida. Ya'ni g'arbga 20 gradus burib qo'ydim yoki sharqqa 20 gradus burib qo'ydim. Uchinchi holatda ham 20 gradusga burib qo'ydim, ham burchagini 20 ga tushirib qo'ydim. Shunda 2,5-3% yillik yo'qotish bo'lyapti xolos. Ya'ni bu juda ham katta narsa emas demoqchiman. Shu ko'rsatib bermoqchiman. Shunaqa analitika qilib ketsa bo'ladi. Endi qaranglarda, eng katta muammo panelda, invertorda emas O'zbekistonda. Agar sizlarda yana qo'shimcha qiziqishlaring bo'lsa, biz qo'limizdan kelgancha Longi kompaniyasi bilan Solar Pro kompaniyasi hamkorlikda offline, onlayn kurslarni tashkillab berishimiz mumkin. Bemalol bizga murojaat qilsalar ham bo'ladi. Islomjon, sizga katta rahmat. Aka, sizlarga ham katta rahmat. Shu Solar Pro kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sababi ushbu kompaniya bugungi treningni yuqori saviyada olib borish uchun o'zini yordamini ko'rsatdi. Aka, sizlarga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Aytib o'tganingizdek, xudo xolasa birgalikda hali ko'plab treninglarni amalga oshiramiz. Salomat bo'linglar. Rahmat.